Do'stlar, assalomu alaykum. Navbatdagi ta'mirga kelgan Iveco Strali 400 motori boshdan oyoq qayta ta'mirlandi. Iskandar aka, bunga nimalar qildik? Blok val almashtirdik. Bitta gilza portion shatini urib yorib chiqib ketdi blok. Xudo xolasa mana. Qani endi birinchi marta zavodga beramiz, a? Aha. Tayyormi hammasi? Tayyor. Qani, bismillah. Oh. Xudo xolasa bugun yana bir mashinamizni egasiga topshiramiz.